Assalomu alaykum azizlar. Bugun men sizlarga Buyuk Britaniyadagi asosiy yo'llardan bittasi M1 trassasi haqida gapirib o'tmoqchiman. Nimaga M1 deyiladi? Chunki M degani bu magistral yo'l degani. M1 ya'ni M1 magistral yo'li bu London shahridan boshlanadi va umumiy uzunligi 200 mil yoki 320 kilometrdan iborat bo'lib, Leeds shahrigacha davom etadi. M degani ya'ni magistral bo'lib 1-2 ya'ni M bo'lsa asosiy yo'llarni tashkil etadi va avvaliga M1 dan boshlab muhimligi eng muhimlari 1, 2, 3 deb raqamlangan va keyinchalik esa bu narsa Britaniya bo'ylab hududlarga bo'lingandan keyin o'zini ahamiyatini yo'qotgan. M1 yo'li 1960-yillarda barpo etilgan va hozirgi kunda qurilish narxi taxminan 1,5 milliard funt sterlingni tashkil etadi va bir kunda o'rtacha 130 mingga yaqin demak avtomashinalar mana shu yo'ldan foydalanadi. Bu yo'lda juda ham ko'plab servis baylar, ya'ni dam olish maskanlari mavjud, chunki Britaniyada har 2 soatda avtomashinalar uchun dam olish tavsiya etiladi. Undan tashqari maksimal haydash uchun tezlik soatiga 120 km/soatni tashkil etadi va ko'plab yoqilg'i quyish shoxobchalari ham mavjud. Lekin farqi shundaki, magistral yo'ldagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridagi yoqilg'ining narxi odatiy joyga nisbatan odatda 15-20% qimmat bo'ladi. Shuning uchun insonlar maksimal darajada yoqilg'ini mahalliy yoqilg'i quyish shoxobchalaridan to'ldirishga harakat qilishadi. Mana shu M1 ya'ni M1 yo'li va hammangizga kuningiz xayrli o'tishini tilab qolamiz.